Endi bu katyolimiz o'tin ko'mirda o'ziga moslashtirilgan bu katyolimiz, filtratorsiz xolos. Bularga manometrlari bor. Hop, raketa qilingan suv sig'imi shatigacha bor. Bular podachisi, bu tomonda ham podachi, bu tomonda podachi bor. Bunda ham bitta kitob, hozir tepasini ochib ko'rsataman. Mana bu ochilgan holati hozir. Bitta kitobi bor. Yana bitta kitobi bor, ikkita kitob qilingan. Issiqlik kelib bunga uriladi, yog'ni ketib turib, yog'idan chiqib ketadi. Issiqlik buni ustiga qaytib keladi. Bu yerda o'tin ko'mir solinadigan joyi, ichlari kenggina. Atroflari zaklopka, ya'ni o'sha perxotga ko'rinayotgan narsalarning tomondan ko'rayotgan bo'lsangiz, buni zaklopka qilingan. Shtabi ishmasligi uchun ichki sersa bilan tashqi sersani zaklopka qilingan. O'tmalari kenggina. Balandligi 6 sm. Atroflari azibizne yo'rabga qilingan bularda ham. Bularimiz ham 130-140 kvadratgacha xudo xolasa isitib beradi. Bu endi gaz yo'q joylar uchun faqat filtrator qo'yilmagan, chunki sig'im kam.